Shuningdek, davlatimiz rahbari bugun xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushidagi buyuk g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. 9 may xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida vatan va xalq ozodligi yo'lida mardlik va jasorat namunasini ko'rsatib, jang maydonlarida jonini fido qilgan ota-bobolarimiz, front ortida fidokorona mehnat qilgan faxriylarimizning yorqin, o'chmas xotirasi bugungi tinch, farovon kunlarimiz o'z ifodasini topgan kun. Bu kun o'zbek xalqining minnatdorlik xotirasi. Ayniqsa, so'nggi yillarda xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini himoya qilish hamda o'z xizmat burchini ado etish yo'lida halok bo'lgan jasur harbiylarimiz xotirasini abadiylashtirish, urush yillarida katta qiyinchiliklarni sabr-bardosh bilan yengib o'tgan yurtdoshlarimizga hurmat ko'rsatish borasida alohida tizim yaratildi. O'z hayotida ko'plab sinovlarni mardonavor yengib o'tgan haqiqiy qahramonlar shu yillar davomida O'zbekistonni har tomonlama rivojlantirish, yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida mustahkam irodali, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega barkamol shaxslarni tarbiyalashga munosib hissa qo'shmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'p bora ta'kidlanganidek, urush va mehnat faxriylarining tinchlik hamda ozodlik yo'lidagi serqirra hayot yo'li kelajak avlodlar uchun buyuk va abadiy merosdir. Ikkinchi jahon urushida qurbon bo'lgan 500 mingdan ortiq insonlar, millionlab fojialar, minglab beva qolgan ayollar, ota-onasidan ayrilgan bolalar xotirasi tarix sahifalaridan o'chmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan poytaxtimizda barpo etilgan mahobatli G'alaba bog'i o'zida tarixning ana shu o'chmas xotirasini mujassam etgan. Har bir detalda, har bir yodgorlikda, har bir noyob eksponatda bu fikrlar o'z ifodasini topgan. Bugun davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev mazkur muazzam manzilga tashrif buyurdi. Xotira marosimida ishtirok etdi. Bu yerdagi har bir eksponat, ramz va yozuvlarda urush dahshatlari aks etgan. Istirohat bog'i bo'ylab yangrayotgan sokin, mungli kuy xalqimizning ulkan yo'qotishlarni, tinch kelajak uchun jon fido qilgan insonlarning ayanchli taqdirini eslatadi. So'nggi yillarda shakllangan an'anaga muvofiq davlatimiz rahbari matonat madhiyasi yodgorligi poyiga gulchambar qo'ydi. Muazzam obida urushda xalqimiz chekkan azob-uqubatlar, matonat va yo'qotishlarning ifodasidir. Hujjatlarning dalolat berishicha, fashizmga qarshi qonli janglarda o'sha paytda 6.800.000 nafarni tashkil etgan aholimizning qariyb 2 million nafari ishtirok etgan. Shundan 540 mingga yaqini halok bo'lgan, 158 ming nafari bedarak yo'qolgan, 50 mingdan ortig'i konslagerlarda mislsiz qiynoq va azoblar tufayli halok bo'lgan, 60 mingdan ziyodi nogiron bo'lib qaytgan. O'zbekistonlik askar va ofitserlardan 214 mingga yaqini jangovar orden va medallar bilan mukofotlangani ularning jasoratidan dalolat beradi. Mamlakatimiz urush yillarida frontning mustahkam ta'minot bazasiga aylangan. Jang maydonlariga juda katta miqdorda harbiy texnika, qurol-yarog', kiyim va oziq-ovqatlar yetkazib berilgan. G'oyat og'ir sharoitga qaramay xalqimiz urush hududlaridan ko'chirib kelingan 1,5 millionga yaqin insonni, jumladan ota-onasidan judo bo'lgan 250 ming nafar yetim bolani o'z bag'riga olib mehr ko'rsatgan. Bular chinakam mardlik va qahramonlik solnomasidir. Bunday murakkab va shonli g'alabaga munosib hissa qo'shgan matonatli xalqimiz bilan har qancha faxrlansak arziydi. Bu qahramonlarni hech qachon unutmasligimiz, yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Ayniqsa, hozirgi tahlikali zamonda buning ahamiyati nihoyatda katta. Hammamiz vatan himoyasiga har kuni tayyor bo'lishimiz kerak dedi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19 fevraldagi qaroriga muvofiq Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligi hamda xotira va qadrlash kuni munosib nishonlanmoqda. Bugungi avlodlar tinchligi, mamlakatimiz barqarorligi uchun jon fido qilgan insonlar xotirasi hurmat bilan yodga olinmoqda. Ayni vaqtda hayot bo'lgan mehnat faxriylari va keksalarga ehtirom ko'rsatilmoqda. G'alaba bog'i xalqimiz qahramonlari, o'g'lonlari xotirasiga yuksak hurmat timsoli. Yurtdoshlarimiz yoshlar uchun o'ziga xos vatanparvarlik, tinchliksevarlik maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Bu yerda uch avlod uchrashuvlari, xotira tadbirlari, tarix darslari o'tkazilyapti. Tashrif buyurayotgan millionlab mehmonlar Ikkinchi jahon urushida ko'p millatli O'zbekiston xalqi ko'rsatgan jasorat va matonat tafsilotlari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishmoqda. Majmua jamoasi tomonidan ko'plab kitob, albom va monografiyalar yaratilgani, ilgari noma'lum bo'lgan yuzlab tarixiy dalillar ilmiy muomalaga kiritilgani, 2 million nafarga yaqin urush qatnashchilari ro'yxati shakllantirilgani, aholi murojaatlari bo'yicha bedarak ketgan jangchilar taqdiriga oid ma'lumotlar to'planganini alohida ta'kidlash lozim. Ayni kunlarda majmua ayniqsa gavjum, chunki xalqning minnatdor xotirasi abadiydir. Bog'dagi har bir yodgorlik majmualarda o'zbek xalqining jasorati, matonati, vatani va oilasiga sadoqati tasvirlangan. Demak, yurtga sadoqat va fidoyilik ham ayni shu maskandan boshlanadi. Demak, yosh avlodning vatanparvarlik poydevori shu manzildan qo'yiladi. Tadbirda O'zbekiston qurolli kuchlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalla faollari va nuroniylar ham ishtirok etib, mazkur yodgorlik poyiga gullar qo'yishdi. Davlatimiz rahbari G'alaba bog'iga o'rnatilgan xotira nuri kompozitsiyasini ham ko'zdan kechirdi. Bu maskan g'alabaga beqiyos hissa qo'shgan, millatimiz qahramonligini abadiylashtirish uchun tarix, san'at va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan chuqur ramziy ma'noni o'zida ifoda etadi. Urush yillarining og'ir sinovlardan o'tgan jasorat va fidoyilik timsollari, Ikkinchi jahon urushi va front ortida mehnat qilgan o'zbekistonlik qahramonlar xotirasiga bag'ishlab yaratilgan kompozitsiya parvoz qilayotgan ikki qush shaklida bo'lib, keksa va yosh avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalaydi. Bu nafis, shu bilan birga teran ma'noga ega bo'lgan san'at asari har bir insonni mushohadaga chorlaydi. Ha, bu vatan uchun jon fido qilganlar bilan bu xotirani bugungi kunda saqlayotganlar o'rtasidagi uzilmas rishta, vatanga muhabbat timsoli aslida. Umid va hayotning abadiyligi ramzi. Ta'kidlash joizki, xotira nuri kompozitsiyasi nafaqat monumental haykaltaroshlik, balki tarixiy meros va bugungi kun uyg'unligini aks ettirgan ma'naviy, ma'rifiy loyiha. Ushbu yangicha tizim asosidagi yondashuv nafaqat xotirani abadiylashtiradi, balki uni har bir tashrif buyuruvchining qalbida jonlantiradi. Kompozitsiyaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri ham shu. Bu yerda siz QR kod orqali to'g'ridan-to'g'ri smartfon yoki planshetdan foydalanib, majmuaning yaratilishi, Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilari hamda front ortida fidokorona mehnat qilgan o'zbekistonlik qahramonlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, mazkur kompozitsiyaning yana bir e'tiborli jihati shundaki, loyiha doirasida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabalari tomonidan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining xotiralari va hikoyalariga asoslangan Xotira nuri nomli kitobi ham nashr etildi. Davlatimiz rahbari kompozitsiyani alohida e'tibor bilan ko'zdan kechirib, uning yuksak badiiy ifodasi, teran ma'no mazmunga ega ekanligini ta'kidladi. Tarixiy haqiqatni qayta tiklash, uni yangi avlodlarga yetkazish muhimligi qayd etildi. Xotira nuri bu shunchaki kompozitsiya emas, u mardlik, matonat, ertangi kunga bo'lgan ishonch haqida so'zlaydi va tom ma'noda yoshlarda milliy g'urur va ertangi kunga bo'lgan ishonchni oshiradi. Mamlakat taqdiriga daxldorlik bilan yashashga undaydi. Muzey ekspozitsiyasida asosan ikkita avlod, yosh avlod bilan keksa avlod bitta qilib ko'rsatilgan. Mana qush timsolida kitob ko'rsatilgan. Xotira nuri kitobida Ikkinchi jahon urushida veteranlarimiz tomonidan badiiy hikoyalar, badiiy kitob sifatida aks ettirilgan. Agar QR kod orqali kiradigan bo'lsak, havolaga, o'sha havolada shu kitobning sahifalari batafsil ko'rsatilgan va bugun hayot bo'lgan har bir veteranimiz haqida viloyatlar kesimida ma'lumotlar berilgan. Inson qadri uchun shiori ostida mamlakatimizda olib borilayotgan ishlarni davomi sifatida ko'rsakan bo'ladi. Chunki ikkita avlod, yosh avlod bilan keksa avlod bir-birisiga davomiylik nuqtai nazardan
va Ikkinchi jahon urushi paytida bo'lgan voqealarni esdan chiqarmaslik timsoli aks ettirilgan. Mazkur ekspozitsiyani Xotira nuri kitobi bilan bog'liq joyini ham ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bu kitob Alisher Navoiy nomidagi universiteti talabalari tomonidan 14 ta hududga chiqqan holda bizni veteranlarimiz bilan suhbatlashib, ularni urush davrida bo'lgan voqealarni so'zlaridan yozib olib chiqarilgan kitob hisoblanadi. Mazkur kitob ikkita formatda mavjud. Agar bosma formatiga keladigan bo'lsak, ertadan boshlab shahar kitob do'konlarida sotib olish mumkin bo'ladi va undan tashqari sifrovoy formatda G'alaba bog'ining saytiga kirgan holda tanishishingiz mumkin. Ushbu kitobda veteranlarimiz tomonidan bevosita aytib berilgan voqealar aks ettirilgan. Demak, bu maskan endilikda nafaqat tarixdan so'zlovchi, balki avlodlar o'rtasidagi muloqot maydoniga aylanib, o'tmish xotirasi mustahkam kelajak poydevori ekanligini eslatib turadi. Bolalik chog'larida aka-ukalarim, do'stlarim, yoru birodarlar bilan Toshkent ko'chalarida mahalladoshlar bilan hamjihatlikda umrguzaronlik qilib kelardik. Bu orada ikkala akam ham frontga jo'nadi. Ota-onam, men, ukam va singlim, boshqa hamyurtlarimiz qatori xavotir bilan urushning borishini kuzatardik. Bu dil so'zlari hayotim sabr va mehnat tarixi deb nomlangan To'lagan Imomovning dil so'zlaridan olib ushbu kitobga bitilgan xotiralar aslida. E'tiborli jihati esa ushbu kitobdan o'rin olgan eng yorqin fikrlar Hayot nuri deb nomlangan monumentda ham aks etdi. Ushbu monument esa aytishimiz mumkinki, tom ma'noda G'alaba bog'ining chin mohiyatini ochib berdi. Bu yurtda vatan uchun jon fido qilganlar hech qachon unutilmaydi. G'alaba bog'ida barpo etilgan yana bir muqaddas manzil. Prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilgan millat fidoyilari yodgorligi. Davlatimiz rahbari ro'parosa 1 yil avval xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 79 yilligiga bag'ishlangan marosimda ishtirok etib, inson xotirasi va qadrini ulug'lash borasidagi ishlarimizning uzviy davomi sifatida G'alaba bog'i hududida mustaqillik fidoyilari xiyobonini barpo etish bo'yicha tashabbus bildirgandi. Va loyihani mukammal mazmuni va nomiga monand yaratish borasida mutasaddilarga topshiriq bergandi. Oradan 1 yil o'tib, bugun yuksak tashabbus ro'yobiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu yerga qadam tashlashingiz bilanoq bugungi tinchlikning, bugungi barqarorlik, xotirjamlikning qadrini naqadar his qilasiz. Millionlar taqdirga daxldor o'ziga xos bir tashabbus, prezident tashabbusi bilan barpo etilgan millat fidoyilari kompozitsiyasi bu asl haqiqatning tiklanishi desak mubolag'a emas. Mustaqillik yillarida vatan uchun, O'zbekistonning sarhadlari barqarorligi uchun, tinchligi uchun jon fido qilgan jasur mard o'g'ronlar xotirasiga hurmat ramzi. Tom ma'noda kechagi tarixning, yaqin tarixning bir tirik namunasi desak mubolag'a emas. Bugun yurt uchun qilingan har bir ish, har qanday qahramonlik hech qachon unutilmaydi. 1.7 gektar hududni qamrab olgan bu majmua shunchaki arxitektura emas, bu tarix, bu taqdirlar, bu g'urur va el farzandlarining beqiyos jasoratidir. Ushbu yodgorlik mustaqillik yillarida mamlakatimiz himoyasi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlarining xotirasiga bag'ishlangan. Majmua yuqoridan qaraganda davlatimiz bayrog'idagi yarim oy va 12 yulduz shaklida namoyon bo'ladi. Qariyb 2 metrli yulduzlarning qirralari bitik tosh vazifasini ham o'taydi. Ularning yon taraflariga 196 nafar qahramonlarimiz nomi zarhal harflar bilan yozilgan. Bu bitiklar yoniga monitorlar o'rnatilgan bo'lib, millat fidoyilari to'g'risida ma'lumotlar, foto va videolar orqali namoyish etib boriladi. Ya'ni ularning faqat nomi emas, bolaligi, orzulari, ishi va oilasi ko'z oldimizda jonlanadi. Bayrog'imizdagi yarim oy mo'jaz amfiteatr shaklida xiyobonga ko'rk bag'ishlagan. Uning tepasidan poklik ramzi suv oqib turadi. Oyning orqa tarafidagi haykaltaroshlik kompozitsiyasi badiiy g'oyaga yakun yasagan. Majmua markazida farzandini harbiy xizmatga kuzatgan ota-ona siymosi gavdalantirilgan. Ikki yonida mudofaa, ichki ishlar va favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Oliy sud va prokuratura, Davlat xavfsizlik xizmati, Bojxona qo'mitasi, Milliy gvardiya kabi tuzilmalar xizmatchilari aks ettirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun G'alaba bog'idagi ushbu yangi lokatsiya millat fidoyilari xiyobonida bo'ldi. Prezidentimiz shu yerda marhum harbiy xizmatchilarning oila a'zolari bilan uchrashdi.
Har yili bu yerga kelib, Ikkinchi jahon urushidagi yo'qotishlarni eslaymiz. Endi mustaqillik fidoyilariga bag'ishlangan ushbu majmuani tashkil qilganimiz xayrli ish bo'ldi. Chunki ular ham milliy qahramonlarimiz. Shu jihatdan bu maydonning ma'naviy ahamiyati katta. Bu ham o'zlikni anglash, bu ham inson qadri, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mehr ko'zda har biringizni taniyman va bugun shaxsan ko'rishib turganimdan xursandman. Shuni aytishimiz kerakki, eng katta boyligimiz bu tinchligimiz, osoyishtaligimiz, omonligimiz. Ilohim mana shu O'zbekistonimizga, jonajon mamlakatimizga ko'z tegmasin. Hamma harakatimiz, niyatlarimiz ham yurtimiz mustaqilligini, tinchligini, osoyishtaligini va eng katta maqsad muddaomiz ham bitta, shu xalqimizni rozi qilish, dedi prezidentimiz o'z so'zi avvalida. Hozirgi tahlikali zamonda kundan-kun nafaqat iqtisodiyot, balki boshqa sohalarda rivojlanish yo'liga tushishimizni mustahkamlab, yo'limiz to'g'riligini yana bir marta xalqimizga isbotlayapti. Albatta, Ikkinchi jahon urushida g'alaba uchun O'zbekiston qo'shgan hissani hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Endi mustaqillik yillarida o'zining hayotini tinchlikka, osoyishtalikka bag'ishlab, umrini tikkanlar ham bizning qahramonlarimiz. Ularning xotirasini abadiylashtirish bu mening armonim edi, dedi prezidentimiz. Chunki istiqlol yillarida o'zining jonini fido qilib, mustaqilligimizga bo'lgan sadoqati, mehri, fidoyiligi va qahramonligini ko'rsatgan jasur yigitlar qahramonligini xalq, el-yurt, ayniqsa yoshlarimiz bilishi kerak, dedi davlatimiz rahbari. Ular ham xuddi urush qatnashchilaridek yosh bo'lgan, hayotini vatan uchun fido qildi. Shu bois bu jasur yigitlar hayoti, oilasi, el-yurtga namuna aslida. G'alaba bog'iga har yili 3 milliondan ko'p tomoshabin keladi. Demak, ularning har biri shu yerga kelib mustaqilligimizni mustahkamlash uchun hissa qo'shgan bunday qahramonlarimizni bilishi kerak. Sizlar bugun birinchi tashrif buyuruvchilarsiz. Sizlar bilan faxrlanaman, dedi davlatimiz rahbari. Mamlakatimiz mustaqilligiga shuncha hissa qo'shgan bu qahramonlar bilan har qancha faxrlansa oz. Bugungi yodgorlikning ochilishi ham bu aslida inson qadri. Prezident o'z nutqida qahramonlarning oilasi, ularning farzandlari, ayollari haqida namuna, ibrat sifatida shoir yozuvchilarni kitoblar yozishi kerakligini aytdi. Nafaqat Ikkinchi jahon urushida, balki mustaqillik yillarida vatanimiz ozodligi, xalqimiz tinchligini asrash yo'lida 196 ta nobud bo'lgan qahramonlarimizning har biri to'g'risida monumental kitoblar yozish orqali ularni eslash, qadrlash zarurligini aytib, ularni hech qachon esdan chiqarmaymiz va ularning hayoti mangu bo'ladi, deya e'tirof etildi. Mana shunday yodgorlik timsolida mustaqillik fidoyilari qahramonlarimizni yosh avlodga ibrat qilish orqali hozirgi tahlikali zamonda buyuk bobolarimizga, mard qahramonlarimizga munosib bo'lib yashash, mustaqillik ne'matini asrab avaylash hammamiz uchun ham qarz, ham farz, deya ta'kidladi prezidentimiz. Shundan so'ng davlatimiz rahbari millat fidoyilari xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Shundan so'ng prezidentimiz mazkur majmuada ismi zarhal harflar bilan bitilgan 196 nafar qahramonlarimiz timsoliga bag'ishlangan yodgorlik bilan tanishdi. Prezidentga ularning hayot yo'li, vatanga baxshida umri, unutilmas jasoratlari haqida so'zlab berildi. Bu yerdagi suhbat chog'ida mard o'g'lonlarning mangulikka muhrlangan jasorati ehtirom bilan eslandi. Oilasi, farzandlarining keyingi taqdirga daxldor g'amxo'rliklarga nisbatan minnatdorlik tuyg'ulari izhorida qahramonlar aslo unutilmasligi yana bir bora o'z isbotini topdi. Bu yerda Saftor Bahrom Ergashev singari yana 196 nafar yurt fidoyisining, vatan qahramonlarining o'z hikoyasi bor. Ular turli manzillarda, turli nuqtalarda o'z jonini fido qildi, ammo ularning barchasini bir maqsad, yurtga bo'lgan sadoqat, vatanga bo'lgan muhabbat va yurt mustaqilligini qadrlashdek bir katta burch birlashtirardi. Prezident tashabbusi bu yuksak g'oya tomonida inson qadrini, inson taqdirini ulug'lashga qaratilgan vatan fidoyilari aslo hech qachon hech kimning qalbidan o'chmaydi. Ular abadiy qoladi. Bekobodlik Buxojol Samatova 20 yoshli o'g'lini so'nggi bor armiyada qasamyod marosimida ko'rgan. O'shandan so'ng ko'p o'tmay farzandi Inomjon Ibragimov vatan uchun jonini fido qildi. U so'nggi damgacha qasamiga sodiq qoldi. 20 yosh endi Allohning yaratgani shu ekan, iloji yo'q. Shunday farzandni tarbiyalaganimga Allohga shukr. Oxirati obod bo'lsin. Kutmagan edim. Ifodalab bera olmayman, lekin xursandman. Hammadan minnatdorman. Men shunchalik mana shu yerda aytayapman. Avvalasi prezidentimizga rahmat.
12-yil yanvar oyida kuzatganman. Keyin 14-martda qasamyodga borganmiz. Shunda ham o'g'lim kulib chiqib xizmat baribir xizmatda, xizmat odamni tarbiyalaydi. Mana biz vatan uchun xizmat qilamiz deb xursand bo'lib kutib olib bizni hech ham nolamagan. Men vatan uchun xizmat qilaman derdi. Namangan viloyatida, G'ova qishlog'ida bo'lgan. 2012-yil to'qnashuvda portlovchi haloq bo'lgan. Shunday farzand o'stirganimga faxrlanib yashayman. 20 yosh bo'lsa ham mana butun O'zbekiston faxrlanadi. Shunday men uchun farzandim o'lmagan. Tirik. Prezidentimizdan minnatdorman mana. Shunchalik bizni farzandimizni e'zozlab, ulug'lab, shunday xotira maydonlariga qo'yganlardan minnatdormiz. Baxtli onalardan bittasiman. Shunchalik mana izsiz ketmadi. 19,5 yosh bo'lsa ham shunchalik vatan uchun xizmat qildi. Vataniga sodiq qoldi. Mana ular asl qahramon ayollar. Juftini xizmatiga kuzatib, ularning orzusiga hurmat haqqi, sadoqat bilan yashab farzandlarini kamolga yetkazgan qahramon onalar. Sariosiyo va Uzun tumanlarida bir to'da jangarilar bilan kurashda mardlarcha halok bo'lgan katta leytenant Chora Rajabovning turmush o'rtog'i bo'laman. O'sha mudhish voqea yuz berganda biri 6 yosh, ikkinchisi 3 yoshli qizim bilan yolg'iz qolganman. O'sha vaqt dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketgan edi. Men o'zimning taqdirim nima bo'ladi, farzandlarimning taqdiri nima bo'ladi degan o'y xayol meni juda ham qiynardi. Allohga shukrki, hech kimdan kam bo'lmay yashadik. Davlatimiz yordami, g'amxo'rligi bilan yurtimiz tinch bo'lganiga shukr, o'ylagan niyatlarimizga yetdik. Hozirgi kunda ikkala qizim ham oliy ma'lumotli, hayotda o'z o'rinlarini topgan. Bugungi kunda men juda ham xursandman. Hozir mana bu yerga, bu bog'ga kelib, yana bir tarix yaralganiga guvoh bo'ldim. Men o'sha yillarda turmush o'rtog'im o'tganlarida 1 yil, 2 yil eslashadi, keyin unut bo'lib ketadi deb o'ylagan edim. Shukrki, mana bu yil mana bu natijalarni ko'ryapman. Bu yigitlar, meni turmush o'rtog'im, ularning savdoshlari, mana boshqa vatan fidoyilarini bu yerda mangullashtirishgan. Tarixda qoldi bular, bu yigitlar. Biz ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bu yerda mana ota-onalar, turmush o'rtoqlar, farzandlar keldi bu bog'ga vaqtdan foydalanib. Bu fikrni bergan prezidentimizga rahmat aytaman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizda tinchligiga ko'z tegmasin, osmonimiz musaffo bo'lsin har doim. Men 2000-yil Sariosiyo voqealarida mardlarcha halok bo'lgan serjant Madolimov Qahramonjonning qiziman. Mana otam. Men otajonim vafotidan so'ng tug'ilganman. Menga ularni ko'rish, ularni mehriga to'yish, duolarini olish armon bo'lib qolgan. Lekin shunday bo'lsa ham, men mana shunday mard insonning, qahramonning, millat fidoyisining farzandi ekanligimdan faxrlanaman. Mana bugun shunday ajoyib kunda 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida shunday ajoyib bog'da bu yodgorlikni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men yuqorida aytganimdek otajonimni ko'rish menga armon bo'lganligi uchun hozir mana shu yerda men dadamni ko'rgandek bo'ldim. Ozgina bo'lsa ham o'zimni xuddi dadam yonida turgandek his qildim. Bu biz uchun va mendek mana shu qahramonlardan qolgan yodgorlik farzandlar uchun, hamma uchun faxr deb o'ylayman. Men o'ylayman, har bitta davrni o'zini qahramonlari bo'lganda. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Shuroq misol. Mana shunday ajdodlarimiz bor, vatan tinchligi uchun jon fido qilgan va mustaqillik yillarida vatan tinchligi uchun jon fido qilgan mana shunday qahramon meni otamligidan ham faxrlanaman. Muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Vatan qahramonlarini ruhlarini abadiylashtirilyaptilar. Bu biz kabi vatan qahramonlarini, mard, jasur o'g'lonlarni farzandlariga faxr va iftixor bag'ishlaydi deb aytsam bo'ladi. Yodgorlikni barpo etilgandan keyin yoshlarimizga motivatsiya desak, adashmagan bo'lamiz. Vatan uchun jonni fido qilgan mard, jasur vatan qahramonlarini ko'rib o'zlariga ruhan va ma'nan kuch
olib ketishlari mumkin. So'zlar bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bu odam ichki hissiyot orqali his qiladi. Bu ham xursandchilik. Otam vatan uchun qahramonlarcha vafot etganlarida men onamni qornlarida bo'lganman. Hali bu dunyoga kelmaganman. Shuning uchun ham ismim yodgor. Davlatimiz tomonidan beriladigan e'tibor, yordam juda katta. Imtiyozlar asosida boshqona institutga qabul qildim. Otam kabi boshqonachi kasbini tanlaganman. Davlatimiz rahbariga ko'rsatiladigan e'tibor biz yoshlarga, vatan qahramonlariga e'tirof etib yaratganlari uchun shu minnatdorchilik bildiraman. 9-may bu sanada vaqt ham bir muddatga to'xtaydi. Bu kun xalqning yuragida yonib turgan sham. Tarixdan saboqlar bilan bizni ertamizni yoritgani katta imkon bor unda. Bu kun millatning xotirasi, davlatning ma'naviy yuzi, inson qadriga bo'lgan munosabatni namoyon etuvchi tarixiy nuqta. Mana shu yuksak ruhda, mana shu nuqtada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Ikkinchi jahon urushi va mehnat fronti ishtirokchilari bilan yana bir bor uchrashdi. Bu nafaqat rasmiy an'ana, balki yangi O'zbekistonning davlat falsafasiga aylangan inson qadri, eng oliy qadr tamoyilining yorqin ifodasi. Bu davrada turganlarning har biri bir asr ostonasidan o'tgan. Ularning har biri tarixning tirik guvohlari. Sochlariga oq qoralagan, ammo ruhlari sobit. Qo'rquv va zulmat ichra yo'l topib, millatga yana quyosh olib kelgan odamlar. Nahat Ochilov, Vladimir Kuznetsov, Lyubov Kireyeva, Tursun Ota Ergashev, Mirsharif Ota Mirsaidov, Abduvahhab Imomov, Fyodor Fedin, Said Jalol Ota. Bu insonlarning taqdiri 20-asr tarixining ichiga yozilgan musibatli, ammo sharafli sahifalar. Dahshat, ochlik, umid va dard almashinuvlari ichra to'qilgan hayot yo'llari. Assalomu alaykum. Samarqandlar tinchmi? Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sog'liklaringizni ko'rib, tinchliklaringizni ko'rib, omonligingizni ko'rib xursand bo'ldim. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat. Спасибо вам за всю вашу отличную работу, которую вы проводите. Спасибо. Ни один президент так не проводил, как вы. Спасибо большое. Спасибо. Я поздравляю с праздником, желаю здоровья вам. Вы символ героизма и мужества. Вот это вы не должны забывать. Спасибо. Очень рад с вами встречаться. Спасибо. Дай Бог мы вам всего тоже самого доброго. Спасибо большое. Салам алейкум. Салам алейкум. Rahmat. Salam aleykum. Xudoga shukr. İşler bilan charchamay yuribsiz. Xudo quvvat bersin. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Ko'rganimdan Allohga minnatda shukr. Doimo duo qilardim. Shu Shavkat Mirziyoyevni ko'rsam, izolashdan bir-birini quchoqlashaylik. Deymizmi? Alloh nasib ayladi. Yetsiz duolarim qabul bo'ldi. Dunyo tirgiga tirik. Amin. Davlatimizni afsondan ko'tarsin, mulkasini molga ko'tarsin. Doimo hamda qaliga qaramasdan yurtdoshimizni Allah sog'ib, yurtimizga doimo dünya tirgiga boshqa bo'lishini Alloh nasib ayladi. Amaliyat qilib Alloh akbar. Я искренне рад с вами встречаться. Вы наша гордость, вы нам пример подражания. Столько вы делаете в махаллях, встречаетесь с молодежью, не рассказываете. Очень приятно за это. Спасибо. Самое главное, что вы были живы и здоровы. А мы для этого и живем, чтобы вам обеспечить хорошую, спокойную, мирную жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу стать вы божественный человек. Спасибо. Вы идеал. Все молятся, весь узбекский народ. Спасибо. И я лично желаю вам только истины этой. Спасибо большое. За ваши пожелания спасибо. Я очень горд. Ваша жизнь является примером для нас. Вы победители. Спасибо большое. G'alabaga o'zbekistonliklar shuncha hissa qo'shganligi va sizlarning ham bunda hissalaring mana 6 milliondan salgina ko'proq aholimiz bo'lgan bo'lsa, shulardan 2 million urushda qatnashgan. Bu sizlar ana shu sizlarda jasoratlaring, qahramonliklaring shu 2 million xalqimizdan 600 mingga qaytmagan, 200 mingdan ko'prog'i bedarak yo'qolgan. Bugun mana shu g'alabani 80 yillik bayramida sizlar bilan ko'rishib, timsollaringiz bizga namuna, har birimizga вы являетесь примером для нас всех во всех отношениях. Мы гордимся, что вы живете
вы воспитываете нашу молодежь. Мне приятно с вами встречаться. Я еще раз вас с праздником всех поздравляю. Дай Бог, чтобы мы еще долгие годы встречались с вами. Har birlaring mahallada, rayonda, viloyatda namunasizlar. Bugungi tinchlikni qadriga yetish mana sizlarni timsollaringiz, sizlar o'z hayotlaringizda ayamasdan qahramonlik ko'rsatgansizlar. Urushda qatnashgan 2 million aholimizni 217 mingi orden medallariga sazovor bo'lgan. 301tasi O'zbekiston qahramoni bo'lgan. 70tasi Slava ordenini mukofotlangan. Bu nimadan dalolat? Bu mana shu bizni o'zbek xalqimiz nimaga qodir ekanligi va mana shu g'alabaga qilgan hissamiz qancha yuqori darajada yuksak bo'lganidan dalolat deb o'ylayman. Я еще раз от имени народа, от имени себя лично хочу вам выразить искреннюю благодарность, чтобы мы с вами еще не один год встречались. Это моя заветная мечта. Shu urushda qahramonlarcha xizmat qilib, bugun jonajon vatanimizni, ayniqsa yoshlarimizga namuna bo'lib, rayonda, mahallalarda yoshlarga ikki og'iz gaplaring ham bu ham katta bir ta'lim, bilim. Shuning uchun ta'zim qilib sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, bu bizga namuna sizlarning hayotlaring. Hayotlaringning o'zi namuna. Sizlarni duo fatihalaring bilan hozir men paradga ketyapman Moskvaga. Albatta bizda askarlar ham paradda qatnashadi. O'zbek qahramonlari nimalarga qodir bo'lgani va nimalar qilganligi to'g'risida o'zimning hamkasblarimga bugun erta O'zbekiston urushda qanday jasorat ko'rsatganini albatta ta'sirotini unutmasligi uchun men o'sha yoqqa boryapman va bu sizlarning jasoratlaringga namunasi bo'ladi. Sizlarning qahramonliklaringni hech qachon unutmasimiz kerak va hozirda ham yoshlarimizga ham xalqimizga ham shuni yetkazib borishimiz kerak. Agar takliflaring bo'lsa, men eshitishga tayyorman. Предложение единственное. Берегите себя. Народ этого хочет. Спасибо. Чтобы вы долго-долго жили. Вот. Спасибо большое. Потому что такой объем работы, не знаю, не каждый выдержит. Ну, у меня, знаете, передо мной каждый день мой народ. Да. Я ради народа живу, чтобы быстрее, лучше им жилось, чтобы больше зарплаты было, больше пенсии было, понимаете? Для этого мы стараемся, потому что в мире сегодня неспокойно. Hamma joyda bilan Samarqandni. O'rda ishladingiz qancha? Rahmat. Hozir Samarqandda shunday bo'ladi deb birov ishonganmi bir 5 yil, 6 yil oldin? Qanday chiroyli bo'lyapti Samarqand? Siz prezident bo'lib, faqat Samarqand emas, butun O'zbekistonimizni gullab yashashiga katta hissa qo'ydingiz, muhtaram prezident. Rahmat. Shuning uchun butun xalqimiz sizdan minnatdor. Bizlar xalq orasida yuramiz, eshitamiz. Rahmat prezidentimizga. Siz bilasiz. Ohanlikning yo'liga bozor, yangi bozor bo'ldi. O'sha bozorga aylanib mashinadan chiqqanim yo'q. Endi bir 3-4 gektar chiqadi. Shunday faqat odamning joni yo'q bu yerda. Boshqa hamma narsa bor. Produktlar, meva, hamma narsa. Hech qaysi yil bunday bo'lgan, bunday arzonchilik, bunday hamma produktlar, oziq-ovqat, hamma narsa yetarli. Rahmat. Sizga kecha kunduz yurasiz xalqim deb. Buni hammamiz bilamiz. Xalqimiz biladi sizni. Katta sizga rahmat, sizga uzoq umr, baxt, saodat, bola chaqalaringiz bilan o'rnib o'sib, topganingiz eng yaxshi kunlarga buyursin o'g'lim. Iloyim, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Men albatta Samarqandda ishlab ko'p narsaga Samarqanddan ham o'rganganman. Oqsoqollar kechalari bilan yurardi, eshitgansiz Samarqandda, Seriskida ham. Paxtaga ham birga bo'lganmiz. To'g'ri. Vaqtlarda ham birga bo'lganmiz. Rahmat sizga. Hamma samarqandliklarga rahmat deb qo'ying. Hali Samarqandda ko'p ishlar qilamiz, yaxshi ishlar. Qani Oqsoqol o'zingiz? Men Zangiota rayonidan birinchi Yangiobod mahallasidanman. İpodromu oldidagi tepalarni hammasiga bog' qildim. Hammasiga o'zim qildim, meva qildim. Shu xalqimiz yesin, ichsin deb shunchalik men mehnat qildim. Hozir Xudoga shukr, hammasi quruqlanyapti. Yeb bemalol yuribdi hammasi. Yaxshi. Endi bitta iltimosim bor. Marhamat. Men yurolmay qoldim. Shu o'zim o'qigan joylardan bir ko'ray. Aylanishga imkonim yo'q.
Menga bitta kichkina mashina bersangiz, men shularni olib, bari navaramga borib, meni ko'rsatib kelsa, men shunga xursandman. Bo'ladi. Bitta ekan-ku, bitta mashina hech gap emas. Bo'ldi, tashkil qilamiz. Ben Churchill'in viloyati ilgari bunchalik yo'q edi, yo'q. Uchun mana siz xo'jayin bo'lib kelib, prezident bo'lganidan keyin Churchill sal ko'zga ko'rindi. Mayna xudo xolisa, bundan ham yaxshi bo'ladi deb umid qilyapmiz. Bo'ladi xudo xolisa. Endi mana Churchill qanday o'sha bir paytlari sizlar yosh paytliklaringda sanoati rivojlangan bo'lgan bo'lsa, hozir shuni biz tiklayapmiz, sanoatini tiklayapmiz, ishchi joylar tiklayapmiz, katta-katta korxona, zavodlar ochyapmiz. Mana traktor zavodi qildik Chirchiqda. Yana uni rivojlantirishga katta choralar ko'ryapmiz. Shuning uchun xudo xolasa bundan ham go'zal bo'ladi Chirchiq. Issig'i keldi, sveti keldi, gazi keldi. Juda katta muammolar bor esingizda bo'lsa. Bizlar armiyaga kelganlar Chirchiqni faqat turpaga qo'yardi. Armiyadan qaytib kelsak, sal ko'zga ko'rinadigan bo'lib qoldi. Shu bilan qo'yildi. Qolganini mana siz ming marta rahmat. Xalqimiz shuni talab qiladi va yaxshi bo'lishiga. Ilohim. Rahmat sizga. Я очень рада с вами встретиться. Спасибо. Очень рада. Жизнь у нас хорошая. Все спокойно. Пенсия хорошая. Я красиво не могу говорить. Спасибо большое. Но вы от души говорите. Желаю вам от всего сердца только здоровья, здоровья, вашей деятельности. Спасибо. В работе, поближе к народу. У нас будет все хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Вам тоже здоровья, чтобы был самый главный в мире благополучие. Мы всегда работаем над тем, чтобы повышать пенсии, чтобы мир был, спокойствие было, чтобы народом ближе быть. Вы для нас пример, вы прошли такую школу жизни. Sizlarning hayotingiz bizga namuna, har bir gapingiz ta'limdir deydi prezidentimiz. Bu gaplar oddiy ehtirom emas, balki siyosiy bayonot. Yangi avlod qanday tarixiy ruhda o'sishi kerakligini belgilab beruvchi yo'l xaritasi. Davlatimiz rahbarining bu mulohazasi orqali butun ta'lim, ma'naviyat va yoshlar siyosatidagi konseptual yondashuv yaqqol ko'rinadi. G'alaba faqat o'tmish emas, balki kelajakni qurishdagi ma'naviy poydevor bo'lishi kerak. Amaliy qadamlar esa bu siyosatni ro'yobga chiqaryapti. Faxriylarga $10,000 yordam, yuzlab nuroniylarga orden va medallar, tibbiy va ijtimoiy xizmatlar, patronaj va sanatoriylar bu eng yuksak davlatchilik belgisi. El uchun xizmat, inson qadriga e'tibor, fidoyilar xotirasini unutmaslik belgisi. Davlatimiz rahbari alohida ta'kidlaydi, faxriylar haqida g'amxo'rlik qilish bu vijdon va or-nomus ishi. Aynan ana shunday insonlar davlatning axloqiy poydevorini barpo etadi. Bugun ular shu yerda, bugun ular hayotidan mamnun. Tarix yurakka yoziladigan haqiqat, tarix yurakdan yoziladigan haqiqat. G'alaba bog'i ana shu haqiqatlar jamlanmasi. Bu yerdagi har bitta detal, har bitta tosh, har bitta burchak hikoyalar so'zlaydi. Bu yerda sukutda ham esdan chiqarmadik degan katta ovoz bor. Ana shu jihatdan ham aynan yoshlarga saboq bo'lish maqsadida bu yer juda katta siyosat yotadi. Aynan mana shu majmuada. Bugun esa ushbu majmuadagi haqiqatlar, bu majmuadagi hikoyalar yanada ko'proq ta'sirchanroq bo'ladi. Aynan shu majmuada bugun urush faxriylarining hikoyalarini o'zlari so'zlab berishadi. Bunda orta sharoit bo'lmaydi. Nega deng? Ovora pensiyasini bersa bu yerga, mana shunaqa doktorlarimiz qarasa, metr ham bo'lgan uchun, bunda sharoitimiz ortib bo'ladimi? Bunga yetishganlar bor, yetishmaganlar bor bunga. Va endi go'shtlik olib yanada avolat. Bunga ham rahmat deb yotaman men. Bunaqa zamon bormi? Bunaqa sharoit bormi? Yo'q bo'lgan bunda sharoit. Yurtboshimiz dunyo turguncha tursin. Men niyatim Allohdan shuni so'rayman doimo. Shunchalik qo'yibdi mana. Qarang, hozir mashina yashayapmiz. Радостные, что сам президент пришел поздравлять ветеранов войны. Urush faxriylarini shaxsan prezidentning kelib tabriklagani bu hayotimizda katta voqea.
Yoshlar ko'ryapti, hanuzgacha bizga g'amxo'rlik qilinmoqda. Mana men 99 yoshman. G'amxo'rlik juda katta, juda mamnunman. Moddiy yordam ko'rsatilmoqda, har oy ta'minlab turishadi. Prezident bizga yordam beryapti. Biz juda yaxshi yashayapmiz. Bu yo'l ibrat bo'lishi kerak. Yoshlar o'zini munosib tutishni, yaxshilikka intilishni o'rganishsin. Men Toshkentda 80-yildan beri yashayman. O'zbekiston mening vatanim. 9-may kuni uyga kelishadi. Barcha tashkilotlar tabriklashadi. Ana shunday baxtli yashayapman. Nаш президент Bizning prezidentimiz juda dono prezident. Olib borayotgan har bir yangilik bugun o'zini oqlayapti. Bugun insonni islohot markaziga qo'ydi davlatimiz rahbari. Ayniqsa urush faxriylarini. U biz faxriylarga moliyaviy yordam ko'rsatyapti. Shuning uchun unga bizdan ulkan minnatdorlik va samimiy rahmat. Shu yoshimizda ham davlatga ko'proq foyda keltirishga harakat qilaman. Davolash yaxshi. Bundan ortiq bo'lmaydi-ku. Prezidentga katta rahmat. Bu ishni qilish o'ng'ay emas. Xudoga ming-marta shukr qilib yashayapmiz. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Mana order berdi, pul berdi. Endi bundan ortiq bo'lmaydi. Intensivno, из душой. Insonlar uchun bugun hamma imkoniyat qilinyapti. Davlat rahbari eng yuqori darajada ish olib bormoqda. U juda mehnatkash, ko'p ishlaydi. Eng avvalo menga va biz qatori qolgan faxriylarimizga bo'lgan e'tibori uchun minnatdorlik bildiraman. U hammasini juda puxta o'ylab chiqqan, loyihalashtirgan. Biz urush ishtirokchilari bunday prezidentga juda yuqori baho beramiz. И все мы участники очень дорожим нашим президентом.